Sefer Rozi karşı taraf meydanında tağını talqan qıgıdek gayret qilyapti dostlarımız. Elkuyit görmezlik görürmenler növbet ko'rayotganlar 2026 yılı 5. ayının 30 günü keşte ötküzülayotgan Rusiyanın Yekaterinburg şehrinde ötküzülayotgan 2026 yıllık RCC boks kechisi bevosita ko'rsatish naq maydoni. Bugun biz davlatimizning Jungu Shinjongdan kelgan kasbiy boks mahiri Sefer Rozi bilan Rossiyaning Dag'iston Jumhuriyatidan kelgan dunyo boks chempioni Atayevninki kasbiy boks turi bo'yicha yengil ig'ir darajaliklarniki, ya'ni 175 qadoq 79 kilogramliklarning musobaqasiniki naq maydondagi butun ko'rinishlarni qaytadan ko'rib chiqamiz. Men oldi bilan bu ikki mahirni qisqacha tushuntirib o'tay. Qizil kiyimlik mahir, ya'ni ekranda ko'ringan mahir Atayev bu yil 26 yosh. Rossiyaning Dag'istondan uning kasbiy natijasi 9 maydon yengib, bir qitim yengilib boqmagan, bir qitim tanglashib boqmagan hamda hamma maydonda izchil yengib kelgan mahir. Uning ustiga 5 qitim raqibini KO qilib yengib chiqqan. Badan sharoiti bo'lsa, bo'y egizdagi 1.84 cm, ikki bilikning uzunligi 1.85 cm. 10 qo'l asos qildigan mahir. Bu mahir 2 navbatlik ABA Dünya boks levha talish musobaqasining chempioni bo'lgan. 2024-yillik kasbiy boks musobaqasida Yevropa chempionligiga erishgan. WBA yenik darajaliklar dunyo rad tartibida 3-o'rinda turdi. ABF'da bo'lsa 8-o'rinda turdi. Alkuydik do'stlar, bizning Jungu Shinjonglik o'g'lonimiz bo'lsa Sefer Rozi, ya'ni Jungu Shinjonglik mahir Uyg'ur millatidan hozir Guangdong o'lkasida kasbiy boks mashq qildi. Sefer Rozi'ning bu maydon musobaqadan ilgirki kasbiy natijasi 7 maydon yengib, 0 maydon yengilib, 1 maydon tanglashib, yana 6 qitim raqibini KO qilgan. Badan sharoiti bo'lsa, bo'y egizligi 1.84 cm. Sefer Rozi bu yil 20 yosh, ya'ni bo'y egizligi 1.84 cm, ikki bilikning uzunligi 1.87 cm. An'anaviy o'ng taraf mahir. Sefer Rozi WBC yenik ig'irliklar darajasi bo'yicha dunyo bo'yicha 30-o'rinda turdi. WBC'ning yoshlar chempioni bo'lgan. Albatta bu ikki mahir buningdan burun bir qitimmi yengilib boqmagan. Hurmatli ko'ruvchilar, musobaqa rasmiy boshlandi. Tuvanda biz Alkuyning tushuntirish uslubiga ergishib, kishini hayajonga soldigan bu maydon musobaqani to'liq ko'rib chiqaylik. Ko'rayotganlar Alkuy tantarbiya kanalidan bevosita taqdim musobaqa. Men bu maydon musobaqaning tushuntiruvchisi, xalqaro tantarbiya muxbirlar jamiyatining a'zosi, Shinjong To'rsasi birlashmasining doimiy kengash a'zosi, shundaqla Alkuyning qurg'uvchisi Mamatjon Mamat Tursun. Bugungi musobaqa jami 8 uchrashuv o'ynalgan bo'lib, her bir uçuruş jami 3 minut davomlashadi. Men bugungi musobaqada o'g'lonimiz Sefer Rozi'ninki yengib chiqishini alayda umid qilaman. Hurmatli ko'ruvchilar, Sefer Rozi bultur yana WBC yoshlar chempioni bo'lgan. Bugungi musobaqa Atayev bir maydon zo'r g'alaba qilib, yuqori rad tartibni mustahkamlab, dunyo boks shayiga jang e'lon qilish fursatiga erishishni umid qildi. Sefer Rozi bo'lsa, chet eldagi eng yuqori darajadagi musobaqalarda kuchli raqibini yengib, davlatimizga shon sharaf berib kelishni hamda kasbiy boks sohasida xalqaro bir kechada nom chiqarishni to'liq umid qildi. Hozir 1 minut 50 sekund musobaqa qoldi birinchi uchrashishdan. Qizilburjak mahir, ya'ni shu ikki qitim dunyo chempioni bo'lgan bu rossiyalik mahir nihoyat qaltis bo'lib, Salabiddin Atayev bu bokschining intayin talanti kuchli, 2 navbatlik dunyo chempioni bo'lgan. Navbatda WBA rad tartibida 3-o'rinda, ABA rad tartibida, abiyam dedim 8-o'rinda turdi. Kasbiy natijasi 9 maydon to'liq g'alaba qilgan. Bu maydon musobaqa qizil kiyimlik mahirning o'zining rad tartibini mustahkamlaydigan bir şuta. Başripirninki buyrug'i bilan musobaqa boshlanib, mana birinchi uchirish oxirlashtirib 1 minut 10 sekund vaqt qoldi. Ko'k kiyimlik mahir, ya'ni bizniki Sefer Rozi, amdalam 20 yosh. Bu mahirdan 6 yosh kichik, ammo Sefer Rozi nihoyat o'ziga to'lib tashqan ishonch bilan musobaqa o'ynayotdi. Hurmatli ko'ruvchilar, abiyam biz ko'rdik. Sefer Rozi'miz uchisiga jang kiyimini artib maydonga chiqqandan boshlab nihoyat qaysar holatda turibdi. Albatta uning kiyiminingki so'l tarafida Nermi degan bir cho'ng xatni ko'rdik. Çünkü bugün Sefer Rozi mush pərini kiyib musobaqa maydoniga chiqqanda, ya'ni Shinjongning yerlik markasi Neriminingki logosini kiyib maydonga chiqqan. Albatta shuni deb qo'yish kerakki, Sefer Rozining bu qitimliq Rossiyadagi musobaqaga qatnashishdagi bu qitimli uzun safari Nerimi markasidagi qurg'uvchisi Gulmira xonimning iqtisodiy jihatdan qo'llashiga erishgan bu hammalarning olqishiga arziydi. 第一回合还有10秒，对手刚才也是连续的重拳。
Tunji uçuruş ahırlaştı. Hürmetli görürmenler. Tunji kıtımlık tutuşta iki tarafның boksçilari musht etip sınap baktı. Sefer jang e'lon qilish oldi turgan taraf bo'lishibdi bilan tashabbuskor o'yinda qaranglar. 新人小伙赛派肉孜啊，第一回合整体 Mana 表现还是相当不 qarshi 错的。我们来 tarafga 看一下曼 anay 纽维 tashabbuskor 这是 jang 一 e'lon 个对手 qilgan. 的一个前手 Onun 是 qadamlari yo'tkilishi tiz bo'lgan. Onun ustiga badan og'irligi 80 kilogrammga yaqinlashgan yuqori darajalik bokschiga butunlay o'xshamaydi. Bilak sunish, qo'l chiqarishmi tiz. 也是连续的重 Bu 拳 Atayev 攻击 ikki navbat dunyo chempioni bo'lgan mahir mudofiadan salmoq Seferning tunji mushlarimi yana unumini ko'rsatdi. 问题不大。 Gerçi birinchi uçurishda Sefer kutu oynamagan bo'lsa lekin surati biroz tizishyotdi. 第一回合整体上打得很接近。 Hürmetli görürmenler ikinci uçuruş başlandı. Bu mu o'xshashlab 3 minut davomlashadi. 回合的比赛。 Bugungi ikkinchi qitimli uçuruş meningcha birinchi qitim bo'lash bir-birini azroq sinab o'tdi. Hamda ikkinchi qitimli uçurishda meningcha 啊，刚才可能这一下有插到后脑的嫌疑。 hozir surat yana tezlashdi. Qaraydigan bo'lsak, Sefer janglan qilg'uchi bo'lg'achqa aktiv holatda musobaqa o'ynayotdi. Ikki qitim dunyo chempioni bo'lgan bu mahir bilan bundaq musobaqani o'ynamoq haqiqatan tasa, do'stlarimiz. Ma deb qo'ysak, Sefer o'ynayotgan dunyo chempioni bilan o'ynayotgan bu musobaqa xalqaro e'tirof qildigan mana shu har qaysi o'xshamagan tashkilotlarningki kuchlik tanlash ostida borliq kelgan dunyo chempioni. Buni chuqur bilishimiz kerak. Ma'lum bir programma, ma'lum bir boks qo'ygandan emas. Shunga bunga qattiq diqqat qilinglar. 后手重拳 Chiroyli. 不错啊！ И тут же отвечает слева Атаев. 哎呦，漂亮！这一波追着对手打，对手刚才 Sefer 这一 Mahmudov 下 yanına 确实 ihtiyaç 稍显 duydu. 狼狈了啊！ 8 раундов, это бой не титульный. На кону никаких поясов. Chiroyli, yaxshimish. O'ng qo'l. Mana hozir Sefer qarshi taraf maydonida tog'ni talqon qilgudek g'ayrat qilyapti do'stlarimiz. Bu musobaqa Rossiyada o'tkazilyapti. Bu maydondagi butun tomoshabin amaliyotda Dog'istondan kelgan Mao Mahirga madad beradigan tomoshabin. Sefer bo'lsa mana shu davlatimizdagi shunday yurtimizdagi mahirlarning tilaklarini o'ziga olganlikda tog'ni talqon qilgudek mushlar bilan musobaqa o'ynayapti. Yaraysa, rehmat tirishgan. Старый добрый суплекс. Шеф и тут же хорошо вправо добавил Шарабудин. Грузин немножко предсказуемо пока атакует, да, смело и красиvo, но мне кажется... Ko'zni yumib ochqicha ikkinchi kontrol musobaqami 1 minut vaqt qoldi. Safarninki bo'lib musobaqa musobaqaniki ikkinchi minutida nihoyatda qalsalatda g'ayratli musobaqa o'ynayotdi. Ух ты! Ritmni yaxshi kontrol qildi. 俄罗斯 Yaraysa 选手啊，确实打得比较放松， Перестраиваться, ему нужно готовиться к большим дистанциям. 前手拳啊使用的非常清楚。 Dog'istonlik mahirmi, Rossiyalik mahir mudofiani tutgandan boshqa yana umumiy kuchli hujumlarni qilyapti. Albatta bu Sayfxon maydon afzalligidan foydalanib Safarning ayvisini yo'qotmoqchi. Buni to'g'ri tushunishga bo'ldi. Chunki bu mahirda afzallik bir qadar ko'p. Mayli badan iqtidori bo'lsin, mayli muchishi bo'lsin. 发起了一波反击， Chiroyli, qaytirib hujum. 小心对手的反击 Voy! 攻击啊！ Рузи готов Va рисковать. chiroyli. 哇，换拳！ Va mana aytdim. Ahmoq mamushning qadamning tezligi, ritmning tezligi do'stlarimiz. Biz ko'rgan boks musobaqalarininki xalqaro musobaqa yuqori darajalik mahirlarning musobaqasi mana shunday bo'ldi. Yaraydi. 第二回合比赛结 Ikkinchi 束。 kontrol musobaqa oxirlashdi. Atayevning mush etish surati intayin tez. Musobaqalarda tajribasini aytib, mo'l boks bo'lg'achqa, uning ustiga uning mushish 你们 jazisining 觉得前两回合赛派尔的表现怎么样？可以说 Mana 一 ma 说你们的 qaytlam 观 ko'rish 点啊 kerakli. 我们来看一下第二回合的慢镜回放。对手这种 Voy 距 ya 离的 mana 把控 Safarning 还 mamush 有就是 nihoyat 反 yaxshi 击能 kelgan. 力是非常 Mana 强的， davlatimizdan bo'lgan Safarninki 确实 atirdilar. 不敢大意。 Birinchi mam voy 整体上赛派的防守还是做的不错的。 Hürmetli görürmenler, bu ikkinchi aylanmada meningcha umumiy ko'rinishda Safarninki mushu mudofiasi bir qadar yaxshi bo'lgan. Uning ustiga aktiv holatda hujumlarimiz nihoyat kuchli bo'ldi. Albatta ikkinchi uchrashishdan keyin mahirlar endi zarbirish fursatini bir-biriga ancha ko'p bermasligi mumkin. 动起来，不要犹豫，知道吧？啊，是你的特别好，没问题。 Hozirgi 3-chi uchrashishda meningcha bo'lganda Safar ko'proq badanni 助理啊，提醒他 sol ilmek mushtni qarshi tarafning jigiri ura olsa, meningcha nihoyat yaxshi bo'ldi. 第三回合 Uchinchi kontrol musobaqa boshlandi. Рузи, Россия, Китай.
Пошел вперед Рузи, попал справа, кстати. Шарабудину нужно быть... Yaxshi Seper. 第三回合以上呢，赛 Hürmet görürmenler Seper Ruzi bu yıl emdilam 20 yaş ya. Mani yana bir kıtım ta'kidlab qo'yay. Qarshi taraf 26 yaş. Qarshi tarafning dunyodagi ret tartibi 3-o'rinda, Seperning 30-o'rinda turdi. Bu hisobda 10 esse yuqori degan gap. O'ylab boqinglar. Hozirgi mana bu holat. Очень быстрая она. Va chiroyli. Arqumush. Хорошо работает Атаев. Вторая Мне кажется, атака. немножко тут тоннаж уже скопился. Чуть подзамедлился Рузи сразу после этой серии. Видимо, в ушах зазвенело. Атаев в атаке. Atayevninki mush et surati intayin tizgan ha. Bu mayir nayt pishqan mayit ekanligini ko'rinishlardan ko'rib turibmiz. Haqiqiy yuqori saviyadagi musobaqaning qanday bo'lganligi, o'zgarishchan texnikalarni bek yaxshi joriy qildiryapti Seper. Здесь в скорости соревноваться с Атаевым. Do'stlarimiz, men shu Seper haqidagi mazmunlarni, Seperninki musobaqalarini qo'llab ko'rib chiqdim. Shuni men demay bo'lmaydiki, 是非常灵活。 meningcha bo'lgan chog'da Seper kasbiy boks sohasiga qadam qo'ygandan boshlab har bir qadamni nayt puxta besibdi. Bugungi kunda mana dunyo bo'yicha oldin qatorda turgan raqibini Блока и потом жестко mushkil holatda mana 3-kontrolni nayt keskin bo'lyapti. 有意思啊！ Bizni qoyil qilmay qolmaydi ha. В предыдущем 这位年仅20岁的新疆 Va 球 mana chiroyli Seper nayt o'ziga ishongan holatda. 胆量。 Seperning o'zininki ismiga loyiq dunyo boks sohasida yaxshi safarlarga erishishini umid qilamiz. 他面前的 Yaraysa 是 yigit. 两届世锦赛金牌得主啊！ Ладно, Атаев готов. 我们看刚才连续挨到了对手的后手拳。 Seper mudofaani yaxshi qilish kerak. Unumsiz mushlatishdan saqlanish kerak. 这时候还是要尽量 Amal bor 冷静 o'zini 一些 tutib olib turib, bir unumsiz mushlatdan saqlanish kerak ya. Да, можно уехать в больничку вместо гостиницы. Мне кажется, лучше Шарабудина в ринге не злить. Вот прям 第三回合还有30秒钟。 психологическую тактику избирает Рузи. Надо залезать. Seper o'z navbatida Jungodagi o'rta darajaliklar ichida kelgusi nihoyat parlaq mahir, yangi mahir deb qarasak bo'ldi. WBC'ning dunyo yoshlar boks shoyi oltin belbog'iga erishgan mana shunday asosi bor. Bu qitimliq tushishda Atayev hujumni kuchaytgan bo'lsa-mu, lekin Seper yanilam ko'chma holatda mudofaani biroz ko'p qilyotdi. Tahdidni biroz asaytdi. Yaxshi, yaraysa. левый боковой. 3-kontrol musobaqami nihoyat yaxshi aqlashdi. 虽然说技术层面可能确实啊存在一定的差距，但是这种 Mana qarayli. 敢拼 Voy. 敢打的精神啊，特别是在客 Hurmat 场作战， ko'rmanlar hamda bu Sayifxon maydon bilan mehmon maydonining farqi bo'ldi. Albatta umumiy ifoda bir qadar yaxshi bo'lgan. Mana qarshi tarafning afzalligi 年轻选手跟 yana 上了 bizning 后 kuchini 手。 ko'rsatadi. Hech qisi yo'q. Yengiliblam ketmasa 8 kontrol musobaqada yana tixi bundan keyingi bosqichlarda yana tixi unga cho'ng fursatlar bo'ldi. 赛法 Bu Rossiyalik mahirlar dunyoda nomi bor mahirlar. Bo'lib Dog'istonliklar tug'imi shundoq do'stlarimiz. Seper mana shu Rossiyaliklarningki yuqori besim 比 oldida 这种 mudofaani 世界级的高手交 qilyotdi. 流啊，无论是输是赢，这个比赛对吧？对于年轻的赛派尔来说，绝对都是有非常大的帮助的啊。我们来看一下 4-chi 双 kontrol 方第 musobaqa 四 hozir 回 rasmiy 合。 boshlandi. Alkuylik do'stlar, musobaqa mana mushu 3 minutdan keyin yarmi tugaydi. Albatta, har bir maydon musobaqaninki, har bir tutishninki qaltis bo'lishini umid qilamiz. Огненный, да, коллега Огненный был Да, третий с раунд. искрой, я бы сказал. Фейерверками, я бы сказал Да, даже. прям вот в Китае все-таки порох изобрели в свое время. И мне кажется, что Рузи вот... Ba'zi inkaslar do'stlarimiz debdi, 又是大举的压上进攻。 gap nazar qilgan bo'lsa deb. Albatta, bu maydon musobaqada bizning bildirmoqchi bo'lganimiz Seperni texmi yaxshi tutish, Seperni texmi do'stlarimizga bildirish, shunga Seper o'zininki bugungi ifodalarini uning tushuntirishlari bilan qo'shib turib so'zlab beryapmiz. Yoqtirgan do'stlarimizningki darhol chambaraklarga chiqarib qo'yishini, yurak so'zlaringlarni ostiga yozib qo'yishini umid qilamiz. Alkuyda yana mana shunday musobaqalar davomli taqtildi. Волю к победе. Отберет ли эту волю Шарабудин Атаев? Не знаю. Посмотрим. Ох, работает Атаев справа. Voy chiroyli, И mudofaa боковые yaxshi слева. bo'lgan. Сдвоенная. Qizil kiyimlik Mayer Atayev Rossiyaning Dog'istonlik. Пока что просто
Mana 4-chi kontrol musobaqani oxirlashtirib 1 minut 48 sekund vaqt В qoldi. предыдущем раунде, справедливости ради, 突然启动的后手大摆拳， Mana bu do'stlarimizga deydiganimiz Kaspi boks bilan mushu MMA, UFC deganlar o'xshamaydi. Ikki xil hukm. Bu Kaspi boksda mana shundoq qo'lni ham ishlatib mushishadigan gap. 后手连续后手漂亮， повторочка. Мне вот 哇，这几拳都保住 MMA 劲啊！ universal elishish deganlarda 对手的报 qo'lni 价 tang 一直 ishlatimiz 报 mana 得很 o'xshamaydi. 严，对手的防守确实做得很好啊。 опасная история такая. 这种单发的重击的话，想打穿对手的报价还是有一定难度的。 Наносить мало, чтобы забирать бой. С другой стороны, это панчер. Он может и в 8-м выключить. 看对手的反击， Хотя тоже, да, вот разные бывают панчеры. У кого-то на усталости удар пропадает. Есть такие боксеры. 50 sekund vaqt qoldi. Safarniki mudofaani texim puxta qilishini umid qilamiz. Chunki vaqt bor. Safar keyingi bosqichlarda yana tajribani mukammallab, qolgan 4 kontrolni yaxshi o'ynasa bo'ldi. Он приехал вот именно, знаешь, 第四回合还有最后35秒， 4-chi kontrol musobaqa oxirlashgili 31 sekund vaqt qoldi. 抓一个前摆的反击啊！ Safar hozir qaytarma hujumdan bir qitimliq fursat izlayotdi. Накатывает волнами. Серийный Атаев. И при этом тяжелый у него... Va, ma musobaqa amaliyotda 4 kontrol hozir yarim soatdek o'ynalib bo'ldi. Oson emas, ha? Oson emas. O, ehtiyot qilish kerak. Уже почти как у Ковалева. Такой прям голова отлетела. Safar bo'libmi ma qarshi tarafdan bak ehtiyot qilish kerak. взвинчивать темп, готов рубиться. Хороший Hao Yan бой de. мы с вами смотрим. Отлично. 4-chi kontrol musobaqa oxirlashdi. Hurmatli ko'rmanlar, eng olqilik bosqichga endi keldik. Yana shu musobaqaning keyingi yarim bosqichi. Endi musobaqaning keyingi yarim bosqichi o'ynaldi. Mana qaranglar. Va, ma 4-chi kontrolda qarshi taraf hujumni kuchaytgan. Hozir Safarninki balkim texnik jihatdan qarshi tarafdan belgili farqlar 4-chi kontrolda 比赛经验 chiqqan bo'lsa 可能 kerak. 会更加丰富一些。 Hozir ast ko'rinishlardan qarshi tarafdagi mush etishlar voy mush qattiq qolgan. Lekin hech qisi yo'q, yiqilmadi. Safar yana qo'rqmay mush etyapti-da. Hurmatli ko'rmanlar, hozir qaraydigan bo'lsak, Safarning bosh mashqovli uningga ozroq taktik o'rnashtirdi, shundaqla suv ichirib musobaqani davom qilyapti. O'xshashlar hozir badan xurash jihatdan yana Safarning biroz badan iqtidori tuvallagan bo'lishi mumkin. 5-chi kontrol musobaqa. Endi eng olqilik 5-chi tutish. Продолжаем получать Buni endi 5-4 tutishni o'ynab bo'ldi, 5-chi tutishga keldi. Meningcha bo'lgan chaqda alkuydik do'stlarimiz ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Haqiqatan asal emas. 5 qitimliq tutishni mushalatda elib berish, mushu bosqichga kelguncha meningcha aprel etishimiz kerak. профессиональный рекорд его главная репутация, судя по тому, что я знаю. Да. На джебе Шарабудин Атаев. Ох, там прямые какие-то. Vo. 哎呦，要小心啊！ Ehtiyot 这 qilish 个 kerak. 报价 Сайдстеп. 被对手刺穿了。 Albatta Safarninki mushu xalqaro boks sahnasida 要小心对手 Jungo 的 Xinjiang 组合 o'g'il 拳。 qizlarniki xalqarodagi jasurani qiyofatini yana bir qatim namoyon qilishni umid qilamiz. Safarning g'ayrat qilishini umid qilamiz. Прямо абсолютно какой-то кайф получаю от работы Атаева сегодня. Насколько... Qaranglar do'stlarimiz, Safar 5-chi uchrashda butun badan asos jihatdan o'lib 啊 ketibdi. 塞尔可能体能有所下滑啊。 Lekin Safarning Каждый из этих ударов mat вкладывается, и да, badandan chiqqan ter buningki hujumini tuvallatib qo'ygani yo'q. Ko'zlaridan qilcha arg'inlik ko'rmadi. Safar jon tikib elishyapti. да, супер 因为前期啊确实拼得太凶了，消耗了大量体能。 Это не титульное противостояние, но, друзья, многие чемпионские бои такому качеству бокса 真正的 позавидуют. 考验可能才刚刚开始啊！ Endi boshlab Safar 看 4 kontrol qanda. Uva, ma hujum bek kuch ko'p ketdi. 不能一味的待在鬼身边啊！ Тяжело ему 要么 5-chi kontrolninki oxirgi minutlarda qarshi taraf Atayev Dog'istonlik Mayer Safarga bek kuchli hujumlarni qilyapti. открываться, будет получать. Ну, в общем, оно и происходит пока. Voy, chiroyli, yaxshimish. Смельчак Сайпаев. Safar Ro'zi. Что там справа? Это Mana naq maydonning riyosatchilarimi, inglizcha tushuntirayotgan riyosatchilarmi? Vo, Safar Ro'zi degan ovozlarni anglayapmiz do'stlarimiz. Oson emas, ha? 连续的组合拳速度特别快。 Вот такой бокс заставляет людей приходить на Safar турниры orliqni yiroqlashtirish orqali bilak suzish ustunligini yana bir qitim joriy qildirsa bo'ldi endi. Bak yaqinlashmay
uğraşış gerek. Azırak uzun beden iqtidarını esir keltiriş için ağırlık saklaş. Seferge nispeten texim yaxşı. Бой на YouTube-канале или ВКонтакте RCC Boxing. Ответил по корпусу Рузи. Dostlar, his qildanlarmız. Rossiyalik Atayevning eng cho'ng iqtidori, uning uda qattiq zarba iqtidori ekan. Ya'ni uzilmay mushlatish iqtidori bek kuchli ekan. Lekin bizning safar kuch jihatda mutlaqo ustunlik ega bo'lmasa, lekin 有点一边倒 bizniki yetkilish surati, qaytirmiz zarba iqtidorini 5 ko'rsatadi. 10秒钟， И не хотят. 先扛过这一回合再说啊。 А Шарабудин атака. 裁判还是有一些反击动作的。 Mana 5-chi kontrol musobaqasi maqlashdi, hurmatli ko'rurmanlar. 5-chi kontrol musobaqasida safar bir necha qitim qaytarma hujumlarni yaxshi qilgan bo'lsa-mu, ammo yetkilish jihatdan, surat jihatdan yaxshi bo'lmay qolgan. Mana men bayam degan qattiq zarba, uda zarba iqtidori qarshi tarafning bek kuchli. Qaranglar mana mushni. Va safar yana yiqilmadi. 应该是整场比赛 Hech qisi yo'q. Har bir musobaqada, har bir jangda cho'qim yengish bizning qalbimizni bildirmaydi. Mana shundaq yuqori besimli musobaqalarda hozir holatda o'zini ishonchini saqlab o'ynashmi o'zi bir g'alaba. 6-kontrol, 7-kontrol, 8-kontrolda safar o'lib tushmasa, yengilib qolmasa ham yana fursat bor degan gap. Qaranglar. Mana abiyan makrishlarni ko'rganman, oldingi 5 kontrolda yo'q ha. 5-kontrolda bu mayirmi beden xillam charchidi. Albatta bu tutuş yengilishni ayrilish test bo'lgan bir tutuş bo'ldi. Meningcha safarning qaytirma zarba iqtidori qadar kuchli bo'ldi. 5-tutush mencha bo'lganda safarga foydali. 6-kontrol musobaqa boshlandi. Alkuyda ko'rmanlar 6-kontroldan keyin yana 2 kontrol bor, 8 kontrol o'ynaydi. O'ylab boqinglar, har bir kontrol 3 minut. Наблюдаем в рамках полутяжелого веса Шарабудин Атаев. Safar chiroyli 6-kontrolda safarniki mavo besimga berdashlik berish kuchi texmi eshibdi. Hozir kuchli hujumlarni qilishga tirishib baqyotdi. Методично работает со своим соперником, потихонечку его разбирает. Ehtiyot qilish kerak. Yaxshimish. 漂亮。 Ağırlık saqla safar. Джеб корпус от Шарабудина. 连续拳手， Amal va yaqinlashma. Самым 后手的大摆， хороший боковой справа, кстати, от китайца. Ну, Атаев все видел, там на перчатку принял. Тем не менее. Va. Попал сейчас джебом снова Атаев. Karşı tarafdan şiddetli hücumuga yıkılmay ürtürüp karşı taraf meydanında muşunçilik oynamak masan emas dostlarımız. Кроссы и джебы перестали пока у Атаева залетать. 连续的 Karşı 拳 taraf 手拳， bundalam ekip koygan mayırımız. 2 kıtım dünya çempiyonu şerefi girişken mayır. 2 kıtım Rusya'nın çempiyonluk şerefi girişken mayır. Asan 直 emas 线下滑 dostlarımız 的话， ha. 可以适当增加一些搂抱啊。如果在场面比较被动的时候， Просят джеб. Сапар Рузи. Рузи. Он Ehtiyot иногда qilish там kerak. заходит, но все-таки пока все под контролем у Шарабудина. Вот этот раунд так старается поаккуратнее отработать Шарабудин Ну, Атаев. тоже, но пропускал все-таки в предыдущем. 6. kontrol xılaş qilib 1 minut 14 sekund vaqt qoldi. Да, предыдущий раунд был просто огонь. Musobaqani to'xtatib 其 keyin 实 yana 比赛 musobaqa 打到现在 boshlandi. 两人体能都有所下降，但是由于对 Hozir 手对于节 qaraydigan 奏 bo'lsak, 掌控能力 ma 更强， 5 kontroldimi? Ma Mahirniki mana Atayevniki ma tuzmuş va ma Atayev mush etishni xuddi bekmash qilgan Mahir ekan. Albatta bu bokschilarning o'rta qolaydiligi, ammo Atayevning uzildirmay mush etish, kuchlik mush etish iqtidoriga qoyil bo'lmay 这 bo'lmaydi 个 ekan. 场面上可能会比较被 Albatta 动。 safarning hozirgi besimi nihoyat kuchlik. O'lib ketmasligidan umid qilamiz. Ну что, мы про kитайских спортсменов всегда говорим, что головы крепкие. Qizidi musobaqa lekin. Ajoyib qizidi. Navoda mush musobaqa davlatimizda o'tkazilgan bo'lsa, bir butun davlatning qiziq nuqtasiga chiqqan bo'ladi. Ну, я считаю, прекрасно. 对手连续的前手拳， Ey, chiroyli. Mana safar hozir nihoyat yaxshi bir klub qo'yotdi-da, mansitmaslikdan. Не могу по-другому назвать. O'ziga ishonish yanam kuchlik. Это просто 第六回合最后10秒， Safar Ro'zi дает красоты зрителям. oxirgi 漂亮的 10 躲 sekund vaqt bor. 闪，这一下躲闪还是很 Yaxshi 帅的 o'zini 啊。 chetga olgan. Nihoyat chiroyli holatda 第六回 mudofaa 合比 qildi. 赛结束。 Просто благодарим. Hurmatli ko'rmanlar, 6-kontrol musobaqasi oxirlashdi. Mana shundoq yosh bokschilarimiz g'am andishsiz butun vujudi bilan ilgirlashdi albatta. Uni qo'llab-quvvatlagan ekran oldidagi sizlarga o'xshash inkas yozgan, uni har jihatdan qo'llagan har qaysi kishilarningki madadidan ayirib qo'yish bo'lmaydi. Ey, mana uni qaytarma ko'rinishda, osti ko'rinishda ko'ryapmiz. Ma'mush tekkan mana. Va ma'mush qaranglar. Atayev.
Hakikaten abim dedim. Bu Atayev'deki en çok alaycılık hakikaten üzüldürmemiş yatıdığan. 对手的 Birikmemiş 整 de 体的 bek 打 yakşı 击 yatıdı 效 iken. 率肯定是要更高的。 6-6 kontrol mençi bolgan 新 çağda 疆儿子娃娃 bir 不 kadar 愧是新疆儿子 şu 娃娃， Atayev'nin 在 ki 意志品质 töksülen 这一块 tügüde. 啊，真的 Hürmet 没得 görürmeler. 说。 Hem de biz 在 7. 身体 kıtımlık 硬度这一 tutuşta 块 hemimiz 也没得说。 texmi dikkatimizni Sefer Rozu Kartaylı elbette Elköy'deki inkaslarımız arkalık onun medet bireyle. 7. kontrol müsabakı başlandı. Седьмой раунд, предпоследний из 8. 这个比赛按照原计划是要打8个回合，我们看第7 Hürmet 回合 görürmeler Navada 7. kontroldu mu yeniş ayrılmışsa 8. kontrol müsabakadan basıldı gep. 8 kontrolluk müsabaka ha. Итак, сплавал немножко Sefer'nin Sefer Ruzi. bardaşlık bilişine 8 kontrolünü tuluk oynayışını ümit kılımız. 现在对手啊攻势起来了， Атаев слева. Vay! На скачке у него боковые. Апперкот, пожалуйста, справа. 塞佩尔还是要尝试做一些反击。好的， Что вот к этой работе Sefer yanılam müdafiye kılışka 一边拳 çırçalık 头 göz 打冲啊，也 bakmatıdı. 能对对手造成一定的威慑，不能让对手的进攻打得太过于顺畅。 короткими аперами, перчатки в перчатки. Sefer müdafiyeni yaxşı kılıp qaytırma hücumga ötüş jarayonida severlik saqlanışdan bek saqlash kerak. Yaxşı müdafiye bolgan, hücum onu qaytırma hücumu yaxşı ya Aqmosh. В любом случае он опасен, опасен до сих пор. 哦，这大幅度的摆拳的话，确实很难命中啊。 Ameliyatda mı bayam Sefer'nin önümsüz bir muş bolup kaldı. Karşı taraf müdafiyeni yaxşı qilishgan. Hava etilip qalgan muş Sefer'ninki bu beden altını, beden kuvvetini tıxımız xurtuydu. Атаев зажал тут в собственном углу. 哎呦，连续的组合拳， Bu xatarlik. Yanılam bu. Bugün bu Atabek'ninki, Atayev'ninki birikmemişti. Bek köp bolup ketip kaldı. Seferge tekken muşlar bilen Sefer yeni yıkılmayı 场 vatıdı. 面非常不乐观啊。 Hiç kısı yok. 这是不 Ahırgı 啊 çiçin 对手实 turun. 力太强了。 Dep inkas yazdıgan dostlarımızın ait köp buluşunu ümit kılımı. Elbette. Benim için bu Sefer en ahırgı çiçin turalısa yıngılsı bu şeref istiqdek müsabık buldu. Çünkü bugünkü müsabıka Выдохнул, я думаю. Ну, такое hakikaten sana toxtumidi. такое движение. 也打到现在的话，我觉得这个比赛，但凡只要能 Dostlarımız 够坚持 müsabık 到 hazırlık toxtudu. 8回合结束， Это в клинче боковой короткий справа. 就是非常了不起的啊。我们来看一下第7回合 8 kontrolluk müsabıklarını oynamak kasan emese. Yani kilip bu bir özüt teklif kılıp algan mahirlarımız, xalqara boks teşkilatları alayda urullaştırgan qat tanlashlar bilen oynalgan müsabıka bolgaçqa, amaliy kuchi intayin yuqori bolgan mahirlar oynayotgan 千万 müsabıka. 不要轻易的拿下来。 Тяжеленькие. На пропусках. Seferning oxirgi 30 sekundimi yana davomli bardosh qilishni umid qilamiz. 哇， Xatarlik. 连接到对手的重拳， Voy xatarlik. Xatarlik yana aqmoqmush qoldi. Wow, Va qaranglar do'stlarimiz Sefer oxirgi 30 sekund bo'lsa yana oldiga berib kiyo qilib bir yiqitaolamanmi deb fursat izlayotdi. Mana jigarni izlayotdi. Albatta jigarga unumlik bir mush bilan kiyo qilish Seferninki bir orzusi bo'lib qolgan. Voz kechmaganligininki fursat izlayotganligining ifodasi. Серии готов к этой. Mana bu jungo bokschilarning o'rtaq aloyidligi desak bo'ldi. Voz kechmaydi. Qo'rqmaydi. Yaraysa jungo Shinjongning yuzini texmi yo'q qilyapti. 太难了，这个比赛打的。 Hürmetli görürmeler 7. kontrol müsabıkımı ahırlaştı. Hazır hem de muş 7 kontrol müsabıkını mı gördük 7. kontrolda 20 yaş gelgen bu Sefer'ninki 和抗击打， texniksi, 这 önümü 个其实是 karşı taraf bilen rastlan farklı iken. Lakin yana mı 有很多一 vazgeçmedi? 般选手可能早就放弃比赛了啊。 Lakin yana ürtürüyordu. O mengü vazgeçmeydiğin iradesini gösteriyordu. Elbette Atayev'nin beden iktidarı mı? Körnerlik tüvellidi. Muş etiş kıtım sanı mı? Körnerlik azdı de. Bu Sefer Rus için bir fırsat. En ahırki bir kontrol müsabıka. Şu tapta Rusya'nın Yekaterburg yani şu tenterbiyesleri yedi ki Rusyalı körnerler belki
Atayev'ninki salmoqlik uchun chavak kelishi mumkin. Lekin men shundoq deya olmaymanki, mush paytda davlatimizda musobaqa qurayotgan ekran olib turgan barliq boks mas'ullari hammasi Sapar degan mana shu jigarlik xizmat uchun cho'qon silyotidi, inkas bildiryotidi. Шарабудин Атаев скорее представляет технику. 8-ci kontrol. Кстати, с левой. Ну а Сайпай Рузи... Yaxshi Sapar Rozi butun kuchi bilan qaytarma hujum qildi. Что ему терять, согласись, коллега? Вообще нечего уже в этом бою. Просто выходить, оставлять всего себя в ринге. Не знаю, что должен Рузи сделать, чтобы сохранить свой нолик. Вырубить Атаева. 手还是尽量不要拿下来啊，挺危险的。 Не так много тяжелых подач Шарабудин собрал, чтобы быть уязвимым. Поэтому посмотрим. Eng oxirgi 2 minut 12 sekund musobaqa vaqti qoldi. Да, у нас Атаев О,刚才 работает. Опа, там опасно было от Рузи, но до этого... Va, mana hozir qaraydigan bo'lsak, maydondagi tomoshabinlar hayajonlanyapti-da. 连续组合拳， Va, chiroyli. 还是扛下来了。 Yana berdashmadi. Потому что, ну, он там такие пропустил. Va, mana Mamayirning mo badan ko'rinalik tuvalgan. Тяжело китайцу. Va, chiroyli oxiri Sapar nihoyat yaxshi bir o'zini chet qoldi. Hozir qaraydigan bo'lsak, naq maydondagi tomoshabinlar nihoyat hayajonlangan holatda. Как баскетбольный мячик уже под джебами и кроссами от Атаева. Минута. Hurmatli ko'rmanlar, hech qisi yo'q. Mana shu oxirgi musobaqa o'ynashning o'zi bir g'alaba. Bu dal meningcha bo'lganda iroda, fazilatning bir ifodasi. Aminiy kuchida farq bo'lish, uncha qo'rqinchli ish emas. Qo'rqinchligi qarshi taraf maydonida aniq pozitsiya bildirishga jur'at qilolmaslik. Qarshi tarafdan qo'rqib ketish. Ammo Sapar undaq qilmadi. Oxirgi vaqtlar Уже просто. Sapar bardashlik qilyotdi. Eng oxirgi qo'ng'iroqchiningacha bardashlik berib, Saparni butun maydonni zilzil keltirib, o'ziga yordam bergan, o'zini qo'llagan tomoshabinlarga bir shon sharaf olib kelishini umid qilamiz. Эдуард Викторович Кравцов быстренько подсказывает Шарабудину, как именно разобраться с этим товарищем из Китая побыстрее. 58 секунд до окончания поединка. 只有不到1分钟， Yiqilmaslikning o'zi bir g'alaba. 拼了啊，只能拼了，扛到最后就是胜利了。 Сам прекрасно понимает, что Hech qisi yo'q. Bugungi musobaqa Sapar nurg'un narsalarga erishishi mumkin. U irodasidagi boturligini texmo sinalishi mumkin. 对手这个进攻太残暴了啊！ Я не знаю, сколько баллов сейчас должен быть шторм в голове у Рузи, но не меньше 6 точно. Просто какое-то избиение уже в 8-м раунде претерпевает китайский спортсмен. Нам показывают статистику силовых ударов, Разгромную. нанесенные 24/8 в пользу Атаева. 最后的20秒，赛拍 Смотри, еще огрызается Рузи. qarshi 连 taraf 续猛攻9 to'xtamay 留下体能消耗也非常 uzilmay 大。 mushatqachqa buningki badan quvvatimi ko'rinalik ajizlabdi hozir. Просто какое-то Hech qisi yo'q. аннигиляция. Qarshi tarafningki kuchining haqiqatan unchalik cho'ng bo'lishi va qo'rqinchli ish emas, ammo qo'rqmaganlikning o'zi nihoyat cho'ng qalban. Hurmatli ko'rmanlar, butun maydon musobaqa oxirlashdi. Eng oxirgi qo'ng'iroq chalindi. Mana 我的天呐！ yana mana naq maydondagi kasbiy boks mahirlarimi mushu davlatimizning Jungo Shinjonlik bu mahirga olqish anlatdi. Sapar butun maydonni menimcha o'ziga yordam bergan, o'zini qo'llagan mushu davlatimizdagi boks mas'ullariga yanalab yaxshi bo'lgan bir imtihon qog'ozini topshirdi deb qarayman. Hammamiz Sapar o'zini olqishlaylik do'stlarimiz. Albatta musobaqada yengilib kelish unchalik qo'rqinchli emas. Qo'rqinchli oldidan bel qo'yib o'tish meni cho'g'an chog'da. Endi 20 yosh kirdi. Xalqaro mana shunday yuqori saviyani yaratgan. Endi dunyo boks chempioniga 2 qitim erishgan mahir bilan bugun to'xtamay muslashib 8 kontrollik musobaqani nihoyat yaxshi o'ynadi. Buning o'zi bir g'alaba. Salabidin Atayev Saifxon maydoni o'zining davlatida 2 qitim dunyo chempioni bo'lgan bu mahir o'zining davlatida musobaqa o'ynayotdi. Albatta bu musobaqada yangdi. Lekin bu yerda demakchi bo'lganim bugun kechidagi Sapar Rozi yengilmadi. Mayli Rossiyaning 2 navbatlik dunyo chempionining shiddatli hujumi bo'lsin yoki mehmon maydondagi shiddatli besim bo'lsin, endila 20 necha yoshga kelgan Sapar Rozi ikki qo'li bilan eng oxirgi daqiqacha mudofaa qildi, qayta hujum qildi. Albatta bugungi maydon musobaqa qarshi tarafning g'alabasidan oxirlashdi. Biz Atayevni muboraklaymiz. Shunaqa ekran oldidagi barliq do'stlarningki Sapar Rozining kelgusida chuqur dunyoning texnik yuqori tartibiga jang e'lon qila oladiganligiga ishonamiz. Bugungi bu musobaqani qayta ko'rmoqchi bo'lsanglar, Al-Qididan davomli ko'rsanglar bo'ldi. Men Mehmet Tursun. Bugungi biyoz taqtishimiz